Alisher aka shunaqa deng. Nima, otammi mendan boshqa farzandi yo'q ekanmi? Bilsangiz yana ikkita ukam bor. Meni sizga beradigan ortiqcha pulim yo'q. Salomat bo'lasiz, aka. Abdurahmon otangiz jonlar jannatda bo'lsin. Otangiz uchishlardan ozgina oldin omonat olgandilar. Shunga omonatni ado qilib qo'yasiz deb keldim. Aka, oldi berdi qilganingizda mas'uliyatda bo'lganmanmi? Yo'q, o'zaro qilgandik. Unda aka, otam Umrahmat qabristonida yotibdi. Nima oldi berdingiz bo'lsa, borib gaplashib olasiz. Qani ilohim. Hozir Alisher aka 1 minut. Xullas Murodxon, otangiz uchishlardan oldin 20 ming dollar qarzlari bor edi. Shuni ado etib qo'yasiz deb keldim. 20 ming dollar deysizmi? O'zi peshanamga bitgan bitta shu Navoiyxonam bor edi. Yaqinda qutuldim. 15 kun bo'ldi nomimga o'tganiga. Qo'shnim so'rab turgandi. Bo'lmasa shular bilan baytlashib chiqaman deb odamlarni bu dunyoda qarzlari qolib ketmasin. Ha, aytgancha akalarimdan so'ramassiz, iltimos. To'xtang. Alisherjon, 15 yillik yuristimsiz. Bilasiz, anchadan beri mazam yo'q. Kecha kunda analizimning javoblari chiqdi. Doktorlar 15 kun, 20 kun, uzoqi 1 oy umringiz qoldi deyapti. Bilasiz, 3 ta o'g'lim bor. Butun umr yig'gan boyligimni, merosimni haqdor o'g'limga berarsiz. Ustoz, unaqa demang. Hali hammasi yaxshi bo'ladi. Yaxshi bo'lmasa kerak. Menimcha haqdor kenja o'g'lim bo'lsa kerak. Murodxon, Ahmadli otangiz to'g'ri aytgan ekanlar. Merosning haqiqiy egasi siz ekansiz o'zi. Endi bu meros hujjatlari siz nomingizga o'tdi va otangiz eng yaxshi ko'rgan grill house tabakalari bino inshooti kadastri sizning nomingizga o'tdi. Tabriklaymiz. Ilohim hammamiz farzandimiz sizga o'xshagan bo'lsin.